O'zbekistonda 1-4 dekabr kunlari qanday ob-havo kutilmoqda? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, oyning 1-4 kunida mamlakat bo'ylab havo o'zgaruvchan, lekin asosan quruq ob-havo kutiladi. Qoraqalpog'iston va Xorazmda shamol sharqdan g'arbga burilib, 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat tunlari 0-5 daraja, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiyda ham yomg'irsiz kunlar davom etadi. Tungi harorat -2 dan 5 darajagacha, kunduzi 10-15 darajani tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida 1-3 dekabr kuni ob-havo quruq, 4-dekabrda esa ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Tuman ehtimoli saqlanadi. Kunduzgi harorat 10-15 daraja, tunda -2 dan 3 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryoda asosan quruq ob-havo hukm suradi. Faqat 4-dekabrda Qashqadaryoda kam miqdorda yomg'ir kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 12-17, tunda 0-5 daraja, ayrim hududlarda -2 darajaga tushishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'onada tumanli ob-havo saqlanadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat tunda -2-3 daraja, kunduzi 8-13 daraja bo'ladi. Tog'li hududlarda 1-3 dekabrda yomg'ir va qorsiz, 4-dekabrda esa ba'zi joylarda yog'ingarchilik